Milliy bog' xiyoboni hududida, shuni yaqinida demak o'rab olingan katta hudud bor edi, qurilish maqsadida. Demak, o'sha yerda daraxtlar kesib tashlangan, noqonuniy, ruxsatsiz. Toshkent kundan kunga cho'llashib, domlashib, betonlashib bormoqda. Bunday vaziyatda bir tarafdan shaharni toza havo bilan ta'minlovchi yangi daraxtlar ekish, ikkinchi tarafdan esa omon qolganlarini bir amallab asrab qolish dolzarb masalaga aylandi. Lekin Toshkentda yana daraxtlar qirg'ini kuzatildi. Eng qizig'i bu safar poytaxtning qoq markazida. Chilonzor tumanidagi Ritz-Carlton mehmonxonasi qurilish maydonida o'ndan ortiq qimmatbaho daraxt kesib qo'porib tashlandi. Bu haqda Ekologiya va iqlim o'zgarishi qo'mitasi raisi maslahatchisi Rasul Kushurbayev ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Milliy bog' xiyoboni hududi yonidagi PD Estates MSH Ozarbayjon korxonasiga berilgan yer maydonida moratoriy talablariga zid ravishda 12 tup qimmatbaho daraxt ruxsatnomasiz kesib qo'porib tashlangan. Kushurbayevga ko'ra, qurilish kompaniyasi hududdagi daraxtlarning kesilish jarayonini videoga olishga har tomonlama to'sqinlik qilgan. Sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan ham ko'rinadiki, 2024 va 2025 yillardagi suratlarni solishtirilsa, hududda daraxtlar soni kamaygan. Ma'lum qilinishicha, Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi Davlat ekologik nazorat inspeksiyasi tomonidan 20 fevral kuni Toshkent shahri Chilonzor tumanida reyd tadbiri o'tkazilganda, Baynal-Minal ko'chasi 102A uy manzilida joylashgan PD Estates MSH xususiy korxonasiga tegishli hududda qurilish ishlari olib borilayotgani aniqlangan. Mazkur hududda sog'lom o'sish holatida bo'lgan jami 12 tup daraxt, shundan 9 tupi prezidentning 2021-yil 30-dekabrdagi farmonining 2-bandiga asosan muddatsiz davrga uzaytirilgan moratoriy talablariga zid ravishda hech qanday tegishli ruxsatnomalarsiz ildiz qismi bilan qo'porib olingan. Holat yuzasidan belgilangan tartibda hujjatlar rasmiylashtirilgan va huquqiy baho berish uchun prokuratura organlariga yuborilgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, tabiatga yetkazilgan zarar miqdori 351 million 230 ming so'mni tashkil qilmoqda. Shu bilan birga bu korxonani o'sha qurilish yo'nalishi bo'yicha reytingi ham pasaytiriladi. Biz o'sha daraxt kesganligi sababli, O'zbekistonning tabiatiga zarar yetkazganligi sababli ularni ma'lumotini Qurilish vazirligiga beramiz va Qurilish vazirligi demak ularni reytingini tushirish kerak va umid qilamizki, bu xorij korxonasi bundan buyon O'zbekistonda tenderlarda qatnashib qurilish bo'yicha obyektlarni ola olmaydi. PD Estates MSH Ozarbayjonning Pasha Holding kompaniyasi bo'lib, qiymati 200 million dollar bo'lgan Ritz-Carlton brendi ostida 5 yulduzli 150 xonali mehmonxona qurmoqda. PD Estates 2023-yil noyabr oyida ro'yxatdan o'tgan. Kompaniya 251.3 milliard so'mlik usta fondiga ega hamda qurilish loyihalarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Ta'sischilar Pasha Development va Pasha Holding hisoblanadi. Rahbar sifatida Boris Battal ko'rsatilgan. The Ritz-Carlton Lux toifadagi mehmonxonalar xalqaro tarmog'i. Tarmoq dunyodagi eng yirik Marriott International mehmonxonalar holdingining shu'ba korxonasi bo'lgan The Ritz-Carlton Hotel Company kompaniyasiga tegishli. Tarmoqning shtab-kvartirasi AQShda joylashgan. Kompaniya dunyoning yirik shaharlarida 90 dan ortiq mehmonxonalarni boshqaradi. Pasha Holding 2006-yilda tashkil etilgan Ozarbayjon investitsiya kompaniyasi. U 12 ta bank, sug'urta kompaniyalari, investitsiya kompaniyasi, IT kompaniyalari va ko'chmas mulklarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, kompaniya turizm sohasiga, jumladan Ozarbayjon va Turkiyadagi mehmonxonalar va kurortlarga, shuningdek qishloq xo'jaligi sohasiga ham investitsiya kiritadi. Holding aktivlari 11.3 milliard dollarni tashkil qiladi. Eng so'nggi yangiliklarni Vaqt.uzda kuzatib boring.